Samarqandda ayollar va bolalar salomatligini mustahkamlash, irsiy kasalliklarni erta aniqlash hamda zamonaviy diagnostika amaliyotlarini kengaytirish borasida imkoniyatlar yaratilmoqda. Ushbu ishlarning davomi sifatida ona va bola markazining yangi binosi foydalanishga topshirildi. Mazkur bino aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Samarqand shahrida joylashgan ona va bola markazining yangi 4 qavatli binosi qurib foydalanishga topshirildi. Ma'lumot uchun ushbu markazda 5 ta bo'lim faoliyat olib boradi. Shuningdek, ochilish marosimi davomida Turkiya mamlakati bilan memorandum imzolanishi ham reja qilingan va shundan so'ng esa dunyoda 7-chi bo'lib spina bifida markazining ham aynan ushbu binoda tashkil etilishi rejada bor. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazining yangi binosi 12,5 milliard so'mga yaqin investitsiya mablag'lari hisobidan qurildi. Mazkur binoda ona va bola skriningi, reproduktiv salomatlik hamda yordamchi reproduktiv texnologiyalar, ya'ni eko bo'limlari faoliyat yuritmoqda. Bugun mana shu o'zimizning eng chekka qishloqlarimizda, eng chekka tumanlarimizda bepushtlik kasalligi bilan og'riyotgan har bitta bemorlarimizni o'z vaqtida o'zimizga olib kelib, ularga profilaktika yordam ko'rsatamiz. Ularni o'z vaqtida davolash choralarini olib boramiz. Ularga o'z vaqtida diagnostika o'tkazamiz va shu bilan birgalikda ularga mana shu davlat muassasasida eko amaliyotini bepul amalga oshiramiz. Turkiyadan kelgan professor o'qituvchilar 1 yilda 40 tagacha kam ta'minlangan, og'ir sharoitda ega bo'lgan ayollarimizni bepul eko amaliyotini o'tkazib beramiz deyaptilar. Mana shu eko amaliyotini o'tkazish uchun birinchi qadam 21, 22, 23 dekabr kunlarida amalga oshiriladi. Shuningdek, viloyatda ilk bor aminosintez amaliyoti yo'lga qo'yilib, bu orqali homilada xromosoma bilan bog'liq irsiy kasalliklarni erta aniqlash imkoniyati yaratildi. Joriy yilning iyul-sentyabr oylarida 33 nafar homilador ayolda aminosintez o'tkazilib, 3 holatda xromosoma bilan bog'liq muammo aniqlangan. Ushbu amaliyotni davom ettirish uchun bugungi kunda barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan yangi bino negizida tibbiy xizmatlar ko'lami kengaytirilib, zamonaviy diagnostika amaliyotlari yanada qulay, xavfsiz va zamonaviy sharoitlarda amalga oshirilmoqda. Nozima Karimova, Samarqanddan.